Ustoz, yillar o'tsa ham ismingizni qalbimdan hech kim o'chira olmaydi. Chunki menga yo'l ko'rsatgan hayotimdagi ilk yog'dusizsiz. Siz menga faqat dars o'tmadingiz. Siz menga hayotga qarashni o'rgatdingiz. Siz bergan sabrni, tarbiyani, har bir nasihatingizni bugun o'zimning ustunim qilib yashayapman. Ba'zan dangasalik qilganimda shunchaki bir nigohingiz yetardi. Ba'zan tushkunlikka tushganimda bitta so'zingiz meni yana ko'tarib yuborardi. Siz menga ishonchni berdingiz. O'z kuchimga ishonish, kamchiligimni tan olish, yaxshilanishga intilish. Bularni siz o'rgatdingiz menga. Sizsiz bu darajaga yeta olmasdim. Hammaga salom, Pop Fitness kuzatuvchilari. Mana biz Marjona shogirdimiz bilan birgalikda biz ko'zlagan maqsadimizga yetishga harakat qildik va uni 50% uddaladik. Sababi 2025-yil 26-may kuni Marjona shogirdim Pop Fitnessga tashrif buyurib, meni oziting, chiroyli formaga ega qiling deb so'ragandilar. Mana ko'z ochib yumgunimizcha o'zi 5 oy vaqt o'tib ketibdi. Marjona o'sha 5 oy mobaynida orada 1 oy Opskada Navoiyda bo'ldi, 1 oy Toshkentda xizmat safarida bo'ldi. Shu sababli ovqatlanish ratsionlarini buzib, o'zi ham biladi, trenirovkalarni qoldirib yubordi. Shu sababli biz o'ylagan maqsadimizga yetolmay qoldik. Lekin shunday bo'lsa ham yaxshi natija qildik deb o'ylayman. Mana o'zlaring guvoh bo'lasizlar. 78.8. Mana ko'rdilaring 78 kg chiqdi. Biz o'zi aslida maqsadimiz Marjona bilan kelishilgan holda 70 kg ga tashlashimiz kerak edi. Keyin sizlarga bu videoni chiroyli qilib taqdim qilmoqchi edik. Afsuski, u narsaga erisha olmadik. Sababi Marjona bilan xayrlashishimizga to'g'ri kelyapti. Afsuski, Marjona o'zini xizmat vazifasi tufayli bizni viloyatimiz tark etyapti. Hozir o'z taassurotlarini Marjonani o'zidan so'raymiz. Assalomu alaykum. Avvalo hammaga Shoh akam to'g'ri aytdilar. Bizlarning o'zimiz o'ylagan maqsadimiz 70 kilo bo'lish kerak edi. Yomon bo'lmadi. Orada 2 oy o'zimni ayblarim bilan прогулка qildim. To'g'ri ovqatlanish ratsionlarim buzilib ketdi. Uyga borib ota-onam bergan ovqatlarni yo'q, yemayman deb qila olmadim. Lekin shunda ham Shoh akam har doim Telegramdan ovqatlarni tashab turgan, to'g'ri ratsionlarni tashab turardi doim. Yomon bo'lmadi natijam. O'sha natijaga erisha olamanmi, yo'qmi degan fikrda kelganman. Birinchi zalga kelganimda cho'chiganman. Xudoga shukr, mana yaxshi natija. Avvalo natija uchun emas, men gaplarim, hozirgi gaplarim. Natija bu oxirgi o'rinda tura qolsin. Avvalo rahmat. Shunaqa akamni uchratdim. Zalda juda ham yaxshi taassurotlar qoldi menga nisbatan. Hech qachon unutilmaydi bu narsalar. Yaxshi do'stlar orttirildim. Eng muhimi mana Shohruh aka akamdek bo'lib qolgan. Men kamera ortidagi bola akamdek bo'lib qolgan. Aka singildek bo'lib ketdik. Bitta zalga kelaverib, bitta oila bo'lib ketdik. Hech qachon mana shu oqibatimiz yo'qolmasin. Kecha bugun qarab chiqyapman, hamma sog'inib qarayapman videolarim. Eng yaxshi kunlarim ham shu zalda o'tgan ekan. Ketish baribir o'zim xohlaganman, lekin baribir og'riqli bo'lar ekan. Jannatim trenerim dirdim, bu kishini hazillashib, zalda shug'ullanganimda baqirib shug'ullanardim, qo'shiq o'tkazib qo'yardim. Mayli, kim uchundir o'rnimiz bor yoki yo'q bilmadim, lekin meni hayotimda Pop Fitness, Shohruh aka, hammani meni hayotimda o'z o'rni bor. Xullas, hammasi uchun rahmat. Yig'layapman hozir. Xullas, hammasi uchun rahmat. Yaxshi trener bo'lganingizga, yaxshi aka bo'lganingizga, mehnatlaringizga rozi bo'ling. Yomon yaxshi gaplar bo'lsa uzr. Rahmat katta. Biz ham albatta ketishidan juda ham to'g'risi ta'sirlanib, ketishidan juda xafa bo'lyapmiz, lekin o'zini ona yurtiga, ota-onasining yoniga ketyapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. Lekin shu narsani hech qachon esingizdan chiqarmagin. Bu sani fitness zal hamma san uchun bir oila. Hech qachon esingdan chiqarmagin. Hamisha san uchun eshigimiz ochiq. Rahmat.